Ertaga men hayotimdagi eng katta sayohatimni boshlayman. O'zbekistondan Vyetnamgacha velosipedda va deyarli pulsiz. Bu shunchaki sayohat emas. Bu o'zimiz sinash, yangi odamlar bilan uchrashish va hayotning haqiqiy ta'mini his qilish yo'li. Sizlardan qo'llab-quvvatlash men uchun juda ham muhim. Videoga like bosib, kommentariy yozib, repost qilish esingizdan chiqmasin, ham podpiskani chiqarib qo'yasizlar. Imkon qadar donorlik ham qilib tursanglar juda ham zo'r bo'ladi. Meni oxirgi tochkamga ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi yetib borishimga. Meni videolarimni, men sayohatlarimni ko'rib bir bola juda ham ilhomlanib, velosipedga o'tirib, hozir Qozog'istonda Shimkentdan Tarazga qarab ketyapti. Xudo xolisa yetib olaman deb niyat qilaman. Keyingi videolar уже balki u yigit bilan bo'ladi. Keyingi kilometrlarni u yigit bilan birga bosib o'tamiz. Xudo xolisa. Hammasi birinchi o'rinda Xudoda. Yo'l boshlandi. Endi Xudo xolisa birga kuzatamiz. Maksimalni iltimos qilaman. Maksimalni like, kommentariy, repost podpiskani bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.